Salom do'stlar. Bugun biz Grow Empire Romeo o'yinini o'ynaymiz. Men hozir 857-vaviga kelganman. Mod emas, mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana kartasi mana. Bu yerda 70% ni qoplaganman. Bu yerda yutish juda qiyin bo'lib qolgan. Men hozir umuman almasga olmayapman, chunki mana buni qaranglar. Juda qiyin. Ayniqsa men mana bularni bekor kuchaytirganman, chunki bunga ancha ketgan. 500 tadan ortiq. Papirlarni ham qoplaganman, lekin bularni yutish juda qiyin bo'lmoqda. Men hozircha ikkitasini olganman. Ko'pini ololmaganman, chunki bu juda qiyin bo'lyapti. Mana bularni yutish ayniqsa eng qiyin vazifada. Nasibda o'ynab ko'rsam. Agar yutib qolsam omadim bo'ladi, chunki anchadan beri o'ynaganim ham yo'q. Juda qiyin lekin. Tavba shularni qo'yaveramiz bilan. Tezlashtiraylikchi. Lekin yutishim juda qiyin, chunki bular ancha kuchli. Qaralar, menikilarning yarmi yo'q ketdi. Chunki juda qiyin bularni yutish. Mana qaranglar. Shunisiga ham bilishingiz mumkin, qaranglar. Lekin hozir yutamiz shekilli. Chunki bizning armiyamiz anchadan beri kuchaydi. Anchadan beri bu o'yinni o'ynaganim yo'q. Davay short tashlash kerak bularni. Men Minecraft ham o'ynayman. Kaizo, artefakt va qishloqlarni ko'raman. Yaqinda artefakt bilan boyagi Minecraft haqida ham video olaman. Grow Empire Romeo o'yinini o'ynamoqchi bo'lsalaring, bu juda qiziq o'yin, lekin o'ynasalaring sizlarga yoqadi. Boshida qiziq tuyulmaydi, lekin oxiriga yaxshi zo'r o'yna boshlagandan keyin sizlarga yoqib ketadi. Bu o'yin juda qiziq. Men 3 yildan beri o'ynayman. Zo'r o'yin. Yaxshi, mazaqli o'ynashga, YouTube'ga video olishga zo'r o'yin. Bu o'yin menga juda yoqadi. Juda qiziqda, menga jang qilishi bilan, o'shalari bilan menga juda qiziq. Men hozir qilichbozda oxirigacha kuchaytirib, full qilmoqchiman. Bu urushda juda kerakli narsa. 4 ta qilaman va yutishimga ancha yordam bo'ladi. Yaxshi, men unutib olaman yana. Bo'ldi, yana bir marta kuchaytirib qo'yaman. Nechtagina qoldi? 2 ta bo'lsa 20 ta kerak. Ya'ni 12 ta kerak yana. Men bir uchta yana ancha olishim kerak bo'ladi. Menga bularni mana ular yutish qiyin, lekin o'ynab ko'rishim mumkin. Bularni masalan men hozir oson o'ynab ko'raman. Agar yutish bo'lsa, men bularni YouTube'ga chiqaraman, holi alohida o'ynab. U armiyasi yaxshi ekan-ku. Lekin bular yutish qiyin shekilli qaranglar. O'tadiganlar juda ko'p. Menimcha yutqazdim. Ancha kuchli ekan. Bu o'yinda o'ynashga uncha qiziqmagandim boshida, lekin oxiriga kelib juda qiziqib qoldim. Bular yutish qiyin ekan. Yutdim. Yaxshi. Yana kelakan bular. Yutqazdim. Yo'q, yutqazmaymiz. Yo'q, o'ldim. Davay. Bo'ldi. Men alohida ertaga yangi video chiqaraman. Bo'ldi. Bu video tugadi.